jannatga bir qadam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Bütün alemlerini yoktan var qilib yaratib qo'ygan Parvardigor olamga cheksiz hamd va sanolarimiz bo'lsin. Sayyidul ayyom bo'lgan, hajjul masokin bo'lgan ulug' juma kuni barchamizga muborak bo'lsin. Hurmatli aziz jamoatlarimiz, juma kuni kunlarning boshlanishi, birinchi kunning boshlanishi juma kunida bo'ladi. Val yawmil oxir, ya'ni oxirgi kuni juma kuni bo'larkan. Mavjudot nabotot ertaga juma desa titrab turar ekan. Ertaga qiyomat bo'lib qolmasmikin? Qiyomat kuni ham juma kuni bo'ladi. O'sha kunda ham odamlar jannatga. Juma kunini ulug'ligini e'tibori kunni boshlanishi juma kunida, kunni oxiri ham juma kunida. Shuning uchun biz ummatlarga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ummatlariga juma kunini ulug' ibodat bilan Alloh taolo siyladi. Ulug' kun qilib juma kunini tayin qilib qo'ydi. Sayyidul ayyom degani, yawmun degani sayyidi, kunlarni sayyidi juma kuni bo'ldi. Sayyidul ayyom deb shunga aytamiz. Va hajjul masokin deb miskinlarning hojisi qabul bo'ladigan kun degani. Yana chin ixlos bilan hajga bora olmayapsiz. Imkoniyatingiz yo'q. Yeguligi yo'q, miskinni aytib o'tamiz shartda. Ana shu odamni jumaga keladigan bo'lsa deydi, hajda savobi beradi ixlosiga qarab. Alloh taolo barcha jamoatlarimizni har bosib ketayotgan qadamlariga Alloh taolo ulkan ajrlar bilan birgalikda juma namozini ado qilib bo'lganimizdan keyin haj qilganning savobini ham Alloh taolo nomai amallarimizga yozishligini Allohdan so'raymiz ilohim. Ro'zador holatda o'tiribsizlar. Farishtalar havas qilib turadi ana shu ro'zadorni. Alloh maqtarkan ro'zador bandasini. Shunda bo'lsa ham issiqdir, sovuqdir, uzoqdir, Xudoning buyrug'ini bajaraydi. Juma o'qib kelaydi. Tahorat qilib, g'usl qilib keldingmi? Bosgan qadamga ajr bor. Ba'zi ulug' kitoblarimizda kelishligida 20 yillik toatni savobi yozilsa, jumani o'qib qaytishligida 200 yillik toat ibodatni savobini olib ketadi debdi-ya. Bir qadam qo'ysangiz 20 yil toat ibodatni savobi yozilar ekan. Shunga aytilgan muborak hadisda, mana darvozamizdan kirganda shior qilib qo'yibmiz. Amalda ko'p yozilishiga sabab bo'ladigan, gunohlarni o'chirishligiga sabab bo'ladigan amal bor. U amal qaysi deyilsa, masjid sari qadam qo'yishlik ekan. Qo'y bolam, bir qishloqda turibmiz, piyoda boraman. Ilgari bobolarimiz piyoda ketarkan Qo'qonga-ya. Ajrni ko'ring-da. Shunaqa qilib ixlos bilan kelishimiz kerak ekan-da. Ana shunda shunaqangi savoblarimiz ko'payib ketar ekan. Bo'lmasa oddiy yurishlik. Ana shu darajada savobi ulug' bo'lgan amal ekan. Juma kuni kunlarni sayyidi ekan. Endi jumani sharhlasak,
vaqt o'tib ketadi. Asosiy mavzuga o'tamiz. Bugun siz azizlar bilan inshaalloh zakot va xayriyaning ijtimoiy ahamiyati, zakot bilan xayriyaning ijtimoiy ahamiyati, ya'ni buni ahamiyatini shu zakot berganda ko'zingizdan yosh chiqib ketganda bilasiz. O'sha faqir odamga, muhtoj odamga miskinni topib, egasini topib berganingizda o'shani qo'lidagi mablag'ni o'zini mulki qilib berganingizda undagi xursandchilikni ko'rib shunday bir o'zimizni yengil his qilib boramiz. Ehson qilishligimiz bilan faqirlarni, miskinlarni, muhtojlarni, yetim yesirlarni xursand qilamiz. Ehson qilsak nafaqat bandalarga bergan, Allohga ham yoqadi. Alloh taologa ham xayri ehson qilsak yoqamiz ekan. Xasis bo'lsak yoqmas ekanmiz. Xayri ehson qaysi edi? Xayri ehson kulib qarashlik ham xayri ehson. Bu ham bir sadaqat. Moliyaviy jihatga ko'proq bog'liq bo'lganligi uchun zakot, moliyaviy ibodat bo'lganligi uchun zakot o'zi nima? Namozga o'xshagan, hajga o'xshagan, ro'zaga o'xshagan, iymon keltirishga o'xshagan bu ham nima edi? Farz edi. Pul ko'pda nisobga yetgan, oshib ketganda zakotini bermayapti. Namoz o'qimaganda gunohi qanaqangi bo'lsa, zakot bermaganda gunohi ham shundan kam bas. Bu ham farzni bajarmayapti. Pulidagi, o'zini cho'ntagidagi to'plagan pulidir, nisobga yetdimi, Alloh taolo bu bandasini qo'lidagi pulga yetimni, yesirni, faqirni, miskinni, muhtoj insonlarni, hatto musofirlarni haqqini qo'shib qo'yadi. Shuncha pul topganman, o'zimniki deya olmas ekanmiz. U shuncha pulim bor, haloldan topganman deya olmas ekanmiz, zakotini bermasak. Zakotni lug'aviy ma'nosiga e'tibor qarataylik. Lug'aviy ma'nosi poklash degan ma'noni bildirar ekan. Ya'ni o'sish degan ma'nolarni ham anglatar ekan. Shariatimizdagi istilohga de soladigan bo'lsak, muayyan moldan ma'lum bir qismini Alloh taolo belgilab bergan muayyan toifalar kishilarga mulk qilib berishlik ekan. Ana shariatdagi bir nimasi zakotni asl mazmun mohiyati. Ya'ni zakotning rukni haqida ham bitta so'z ketdi, tushunib o'tgan bo'lsak. Ya'ni zakotning sharti bor. Zakotning sharti birinchisi nima edi? Mulk qilib berishligi. Ikkinchisi zakotni beraman deb niyat qilishligimiz. Ihsondiyu hammasini niyatga qaraveramiz. Innamal a'malu binniyat, bu shariatimizda andozasidagi hadis, birinchi aytilgan hadis. Niyatga qarab bo'ladi har bir ish. Ihsonni fisabilillah berib tarqatib ketaverasiz. Lekin bu zakotni ajratasiz. Muayyan shaxslarga egasiga berasiz. Salmon Farsi rahmatullohi alayhni ko'ring. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni eshitgan edilar. Nasoro din akillari edi. Kelganlar Madinaga. Eslaringga tushdi mana. Xurmo ko'tarib olib kirganmidilar? Ana shuni nima deb olib kirdilar birinchi?
Hujra-i saodatga sadaqat deb berdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sadaqat yemayman dedilar. Salmon Farsiga qayt chiqdi, kirgizdirgan sadaqat. Undan keyin xuddi shu xurmoni fi sabilillah ihson deb kirgizdi. Fi sabilillah ihson bo'lsa buni yeymiz dedilar-da, oldilariga qo'yib tanovvul qildilar. Bu yerda nima ketdi? Nimani tushundik? Bu yerda demak sadaqatni olmadilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ihsonni oldilar. Zakotlar ham, fidya ham, fitr sadaqa ham bu nima bo'ladi? Sadaqat o'rnida bo'ladi. Shu uchun muayyan shaxslarga beriladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga va Hoshimiy avlodlarga berishligi nima? Joiz bas. Chunki ular qiyomatgacha ham nima qilishmaydi? Olmaydi shunaqangi sadaqatni, zakotni, fitr sadaqani. Xo'p, bular payg'ambar avlodlar, bular xo'jalar, eshonlar, to'ralar deymiz. Bularga bersak bo'ladimi? Bu ham payg'ambar avlodki, bularga ham bermaymiz-da. Deydigan bo'lsak adashamiz. Nimaga Hoshimiy avlod deyildi-da? Ya'ni bizda tushunchamiz bo'yicha mana Hoshimiy avlod nasldan ketaveradi. Qizi mana shunaqangi bo'lib ketadigan bo'lsa, nasl bu yoqdan ketmaydi-da. Shuning uchun eshon, xo'ja, to'ra bularga nima qilasiz? Bemalol muhtoji bo'lsa buni ham. Moli nisobga yetmagan bo'lsa, eshigini qoqib, zakotimni olib keldim deyurasiz. Demak, mana shu zakotning muayyan shaxslari. Uyda endi sekin bir voshdan sanab o'tamiz. Kimlarga berishlik haqida. Demak, zakotni tushundik, a? Zakotni ma'nosi o'sish degan ma'noni bildirar ekan. Ya'ni zakot berish bilan o'sadi va zakot berishlik bilan molimiz poklanadi. Ma'nosi shu. Poklash, o'shish degan ma'nolarni anglatar ekan. Oyat karimada astagfirullah Xuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum va tuzakkihim biha. Sadaqallohul azim ma'nosiga e'tibor qarataylik. Xuz min amwalihim sadaqah, ya'ni ularning mollaridan sadaqa, ya'ni zakot oling. Amr keldi, bitta. Tutahhiruhum va tuzakkihim biha. Bu bilan ularni poklaysiz va tozalaysiz. Ana oyatni ma'nosi. Endi sharhiga tushunishimiz qoldi. Sharhida demak, zakot berish bilan kishining moli tozalanishi bilan birga zakot beruvchi ham gunohlardan poklanar ekan. Ana, hojib bola, zakot berishlik bilan puli ham toza bo'ldi va o'zining gunohlari ham kechirildi. Mana oyat dalil. Tutahhiruhum va tuzakkihim bihada. Endi ko'ring. Qanday yaxshi? Pul bersangiz, gunohingiz to'kilib ketsa, molingiz tozalansa. Ochiq aytaveraylik. Zakoti chiqarilmagan mol dunyo halol bo'lmaydi. Zakoti chiqarilgandan keyingina halol bo'ladi. O'zimniki deymiz. O'zingizniki bo'lsa zakotni bermadingizmi? Yetimda haqqi bor, miskinda haqqi bor, beva bechorani haqqi bor. Uni egalari bor. Xudo belgilab qo'ydi buni. Molingizdan zakotni
faqirlarga chiqarib berasiz. Ana shunda zakot sizni poklaydi. Hadis bu ya. O'zini sohibini zakot dunyo va oxiratda Alloh taoloning rahmatiga yetishtirar ekan. Alloh taoloning rahmatiga, maqtoviga sazovor bo'lishlikni xohlagan odam zakot berar ekan. Xudo suyar ekan zakot berganda. Rahmatim hamma narsadan kengdir. Allohning rahmati hamma narsadan kengdir. Uni rahmatimni taqvoda bo'luvchilar, zakot beruvchilar va oyatlarimga iymon keltiruvchilargina yozajaklar. Ana Xudoni o'zi rahmimizni yemasa jannatga kira olmaymiz. Bu amalimiz habata bo'lib ketishligi hech narsa emas. Jumada ham riyo aralashtirib yoramiz. Hajda ham borib keldik, umrada ham borib keldik deb ko'z-ko'z qilib olamiz. Zakotda ham men zakotimni berdim. Ayting, riyo bo'lmaydi. Ayting zakot berayotganligingizni. Ayting mayli roza tutayotganligingizni. Rozada riyo bo'lmaydi deyilgan. Lekin aytsangiz, odamlar eshitsin desangiz, riyo bo'lib qolishligi mumkin. Riyo nima edi? Odamlar ko'rsin, bilishligi uchun. Riyo bo'lib qolgandan keyin riyo uchun bo'ladigan bo'lsa, habata bo'lib qolishligi habata bo'lib qolishligi hech gap emas. Xudo rahmat qiladi. Bir avliyoni eshitgansiz rivoyatda. 70 yil roza tutadi, ha? Qani hisobda tarozini pallasiga Alloh taolo qani bu do'stimni valiyulloh, ha, bular Allohning do'stlari. Bu do'stimni jannatga o'z rahmatim bilan kirgizdiraymi? Yoki o'zining qilgan amallari bilan kirgizdiraymi? degan xitob kelganida Alloh taologa boyagi avliyo zot farishtalar qanday dedilar? O'zimni qilgan amalim bilan, chunki yolg'on gapirmaganman, ibodatimga riyo aralashtirmaganman, poklanib ibodat qilganman, ro'zani ham beriyo besuma ujubsiz amalga oshirganman. O'zimda amalim bilan jannatingga daxil qilsin. Jannatiga Robbim dedi. Ana avliyo bo'lsalar ham insonlikka, bandachilikka bordilar. Mikrofonchiga aytamiz. İşledi? İşlemedi? İşledi mi? Tashqari ishladi. Avliyozot bandalikka bordilarda o'zimni amalim bilan jannatiga daxil qilsin Robbim dedilar. Xo'p, o'zini amaliga qilishligiga sabab bo'lgan, tahorat qilishlik uchun, tahoratxonaga borishlik uchun ko'z nurini berganman. Oyoq qo'l berganman, vujudni berib qo'yganman bu bandamga. Men bergan ne'matlar tufayli bu amal qildik-ku. Qani ko'zini bir donasini, tarozini bir pallasiga qo'yinglarchi, amalini qo'yinglarchi deganda bir dona ko'zini tarozini pallasiga qo'yildi ne'mat uchun. 70 yillik roza ibodatlarini hamma savob amallarini qo'yganda ko'z ne'mati bosib ketdi. Alloh taolo mening rahmatim bilangina jannatga kiriladi. Bu avliyo bandam dedi. Shu uchun Alloh taolo Bismillahirrohmanirrohim deb ham aytamiz, mehribon va rahimlik Allohni nomi bilan boshlashlik sunnat bir ishda.
O'sha rahmimizni yesin Alloh taolo. Bizga rahmi kelsin. Biz gunohkor bandalarni Alloh taolo o'zining rahmati bilan jannatiga sazovor qilsin ilohim. Zakot bergan odam Alloh taoloning rahmatiga sazovor bo'lar ekan. Oyatlarga iymon keltirganlar Alloh taoloning rahmatiga sazovor bo'lar ekan. Taqvoda yurganlar Allohning rahmatiga sazovor bo'lar ekan. Alloh taoloning rahmati va mag'firati degan so'zlarni ko'p ishlatamiz. Ayniqsa Ramazonda hada shahrun awwaluhu rahma deb aytamiz. Avvalgi 10 kunligi o'tdi. Va awsatuhu mag'fira. Ya'ni mag'firat dahasi qancha gunohlarni qo'ryapmiz. Ro'zada bo'lsa ham ahli ayolimiz zaifa bo'lsa so'kib urayotganlarimiz bor-da. Bu gunoh emasmidi? Kimnidir ranjitayotganligimiz bor. Gunoh emasmidi? Qilgan gunohlarimizga istig'for etsak, shu dahada Alloh taolo kechadi inshaalloh. Tavba qildik gunohlarimizga. O'zi mag'firat qilsin. Qachonki mollaringiz zakotini ado qilsangiz, albatta zimmangizdagi burchni bajaribsiz. Zakot berishlik bilan bir farz amalni bajarganmiz. Zakot beruvchining shayton vasvasa qilib nisobga yetgan bo'lsa ham 40 dan birini ber desa shayton nima qiladi? Moling kamayib qoladi, ozayib qoladi, qiynalib topgansan. Shayton shuna qilib vasvas qiladi. Shuning uchun boy saxovat besha zakot beruvchi aka-ukalarimiz Ramazon oyida shayton kishallangan bo'ladi deb shunda berish bo'ladi-da. Avvalidan oxirigacha shahrun Ramazon oyida qalblarimiz sekin yuvilyapti. Rahmatini yog'dirdi, gunohlarni kechyapti. 10 kunligida keyin saxovat beshalarimiz ko'payib ketib qoladi. O'zimiz ham saxovat beshaligimiz kelib qoladi. Azroq kishiga bo'lsa iftorliklarni qilib berayin deb qolamiz. Sadaqatlarimni berib olayin, imkoniyat. Sadaqa fitrimni berib qo'yayin, ro'za tutilmagan bo'lsa fidyamizni berib qo'yayin, zakotimni berib qo'yayin deb olamiz. Nima uchun Ramazon oyida desa, shayton unchalik vasvas qila olmay turadi-da. Shunga beriladi. Vasvas qilishni boshlaydi. Go'yoki moling ozayib qoladi, kamayib ketadi. Unday emas. Egasi o'ylamagan tomondan Alloh taoloning yo'lida bersangiz, biringizga 10 beradi. Qaytangiz zakot berishlik bilan molimizni ziyoda qilib berib qo'yadi. Mol mulk berishlik bilan. Sadaqa qilishlik bilan zinhor kamayib qolmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytgan ekanlar. Sadaqat qilishlik bilan zinhor mol mulk kamayib qolmaydi. Bunga ulug'larimiz misolni keltirishibdi. Quduqdan suv olib ichilar ekan-ku oldinda. Tarixdan eshitamiz. Hozir ham bor quduqlar. Ba'zi joylarda. Agar quduqdan suvni olmasangiz nima bo'ladi? Quduqdagi suv ham eskirib ketadi. Mol dunyo ham to'xtab turaveradigan bo'lsa, quduqdagi suv kabi. Quduqdan suvni shunday oldingiz chelakda o'rniga yangisi kelar ekan. Muzdagi tiniqi kelib qolar ekan. Mol dunyoni ham zakot bersak, o'rniga undan ko'p bo'lib kelar ekan. Hech qachon kamayib qolmas ekan pulimiz. Bunga magaram ixlos bo'lsa bas. Ulug' farz bo'lgan ibodat ekanda, shuning uchun jiddiy qarashimiz kerak bu masalaga. Qachonki bir molga faqirlarning haqqi aralashsa, ya'ni zakot moli nisobga yetib qoladigan bo'lsa,
albatta molning barakasi ketishligiga sabab bo'ladi agar zakotini bermaydigan bo'lsa. Zakot bermasa u ketadi u mol dunyosi. Mol dunyoni saqlab qolishlikning yo'li zakot berishlik bilangina saqlab qolar ekanmiz. Lov o'tadi, pul to'ldi, 1 yil, 2 yilga bordi, ehsoni yo'q, ketdi yana. Nima deyishib qo'yadi? O'tga suvga ketdi. Bular eski boy dedi. Nimaga eski boy? Bularni mol dunyosi saqlanishligi har yili zakotini chiqaradi. Xasis bo'lmaydi. Kundan kun boyib ketaveradi. Ihson qilgan odam biladi buni. Buni ihsonlarni qilyapsizlar. Sizlar bilasizlar. Endi zakotga doir ba'zi masalalarni aytib o'tamiz. Zakot beriladigan mol mulklar qaysi mol mulkdan beriladi zakot? Oltindan, kumushdan, yilning aksarida yaylovda boqilayotgan chorva mollaridan, aksari ya'ni 12 oy bo'lsa 6 oydan yuqorisi yaylovda boqiladi. Mana tovlarga olib chiqib ketadimi cho'ponlar? Qo'yini ham zakotini ajratadi. 40 tadan boshlanarmidi qo'ydiki? 100 kun o'tdi yetsa, keyin nima qiladi? Bitta qo'y beradi, 40 ta, undan keyin 2 ta bo'ladi, oshadimi? Oxiri 400 ta bo'lganda 100 tadan bitta beraveradi. Muxtasarda bular bayon qilingan. Ularni ham qaysilariga beriladi desa, mol o'sha chorvalaridan, o'sha yaylovda yilning aksariyat qismida o'sha yerda yurganlaridan beriladi. Endi undan keyin naqd puldan debdi. Naqd pul turibdi. Undan berasiz. Sotish niyatida xarid qilingan har qanday mol mulkdan. Demak, bunga har qanday mol mulkka kirib ketadi. Chorva mollari 40 kun boqyapti, bozorga olib sotyapti. Uni aylantiryapti. Bundan zakot beradi. Qo'yim o 40 ta ya unday emas. Siz tez aylantirib pulni ko'paytirishlik uchun qilyapsiz-da. Bundan pulidan berasiz. 4 ta namoz qilib oldim. Bundan bermayman zakot desa, nimaga bermaysiz? Yilni bir kuni qilasizda, beraver. Boshqa mahsulotlardan ham xarid uchun olingan. Mana so'zi bosib qo'yganlar bor. Yo boshqalar bor. Bularni savdogarchilik pulni ko'paytiraman deyaptimi? O'zi aslida mol dunyoni shuna qilib saqlab turib qimmat bo'lganda sotishlikni qimmatchilik so'raganligi uchun unga o'zi javob beradi. Xullas kalom savdo uchun saqlab qo'yilgan mol dunyosi bo'lsa, unga ham zakot beriladi. Shuningdek, do'konda sotilayotgan narsalardan zakot beriladi. Sotayotgan narsalaringiz yilni bir kunini belgilab olasizda, o'sha kuni bir endi valorni ko'tarsangiz, aylanib turgan pulingizdan nima qilasiz? O'shani mablag'idan zakotini ajratib berasiz. Savdogarlik ham oson emas-da. Mana shunday. Demak, tushunarli, tillodan ham berasiz. Taqinchoq tillolari bor, baldoqlar bor, tillomi unga berasiz. Zaruriy ehtiyojlarga kiradigan mol mulklar, yashab turgan uy, joy, iste'moldagi oziq-ovqat, kiyim, miniladigan ulov, kasb, hunar, asboblar, ya'ni anjomlar. Agar sotish niyati bo'lmasa, qiymati harchand baland bo'lsin, ulardan zakot berilmaydi. Ya'ni misol uchun siz olib qo'yasiz. O'n qop guruch. Duradigan odam, misol uchun asbob uskunalar. Hali temirchilar bosqoni har qanday ishdan, misol uchun hozir kichik korxonalardagi qo'yib qo'yilyapti-yu, $1000 ga oldim, $10,000 ga oldik deb. Dastgohlari bulardan ham ishonma nima qiladi? Bermaydi.
bulardan ham berilmaydi. Kasb kor qilishlik uchun asbob anjomlar olyapti-da. Oziq-ovqat mahsulotlari, ya'ni kiyimlarimiz bitta bor-da endi bu. Bugun bunisidan kelsa, ertaga qishkisi bor. Bosh kiyimlar, bular xullas kalam, bularning hisobi qimmat bo'lib ketgan taqdirda ham, demak bulardan nima qilasiz? Kiyishlik bilan zakoti chiqib ketadi. O'sha guruchlarni bosib qo'ygan bo'lsangiz ham nima qilasiz? Ularga ham bermaysiz. Oziq-ovqat o'zingiz niyatingizda yeyishlik uchun olib qo'ygansiz, zaxira qilib. Shundan bermaysiz. Sotish uchun bo'lsa berasiz. Sotish maqsadida emas, ishlatishlik maqsadida. Dastgohlardan ham berilmaydi. Ish qurollari ham shunga. Demak, yana bu yerda aytiladi. Agar ozgina tillosi bor, ozgina kumushi bor, ozgina puli bo'lsa, ularning barchasi qo'shilganda nisobga yetsa berish farz bo'lar ekan. Tillongizda ham, kumushingizda ozginadan bo'lsa ham bor-da. Demak, o'shanga qo'shilar ekan zakotga. Bulardan ajratish kerak bo'lib qolar ekanda. Ijaraga berib daromad oladigan endi bitta ham niyatga qaraladi. Olaman degan niyati bo'ladi-da, sotishlik uchun bino bo'lsa, do'kon va ularning o'zidan zakot berilmaydi. Ya'ni siz ijaraga berib qo'ydingiz, daromad olasiz. Ya'ni daromad olyapsiz. Uyingizni o'zidan bermaysiz-da, ikki xonali domingiz bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, to'rxona bo'ladimi, uni ijara pulidan zakotingizga yetsa, nisobga yetsa keyin berasiz. Niyatingizda shu. Sotib olingan bino bo'lsa ham kimdir turibdi, do'kon bo'lsa ham o'sha ijaraga berib qo'yapti do'konni. Avtoulov bo'lsa ham ijaraga beryapsiz. Ulovingiz bor. Uni ijarasidan zakot berasiz. O'zidan zakot bermaysiz. Agarki chandiki o'sha narsani sotaman deb olib qo'ydingizmi, qimmat o'zi sotaman deb olib qo'ydingiz ulovni, undan zakot berasiz. Uyni ham shu. Uyni ham shu. Agar o'sha ijaraga berayotgan uyingiz endi 1 yildan keyin sotamanda ungacha mana ijaraga qo'ydingiz, ham ijara pulidan berasiz, ham o'sha uydan berasiz. Uni siz sotish niyatida olyapsiz-da. Sotish niyatida bo'lgan narsani hammasidan berasiz. Hali aytiladi-ku, yo bulardan zakot bermayman. Yangi mashina olibdi. Yangi mashina olibdi-da bir akaxon endi bundan pulim turgandan ko'ra marka olib qo'yaman. Zakotni bermayman. Hiylani ko'ring. Ancha puli bor ekan, shu mol dunyoyim turibdi. Yaqinda 1 yil bo'ladi. Shuni markab oladigan bo'lsam, zakotini bermayman dedi-da, qimmatbaho mashinani oldi. O'zicha hiyla qilyapti. Alloh taolo biladi. Zakot bermaymiz, o'zimizcha makr qilaman deb o'ylaymiz. Alloh taolo makkoralarning makkorasi deyilganmidi? Oyatdagi. Faqat makkoraladi keladi. Xullas kalom Alloh taolo ko'radi. Mana zakot bermayman, bu ushurimni bermayman degan bog'larni mana ko'ring. Alloh taolo qaysidir yo'li bilan olib chiqib ketib qoladi. Issiq bo'lib ketdi-da, zakotini ushurini bermagansiz-da buni. Yuraverasiz keyin. Gektarga ekib oldim shu hali yil urib ketdi. Zakotini ushurini olib qo'yganimizda Alloh saqlab qolardi. Yonmaydi, o'tda kuymaydi, suvda cho'kmaydigan mol dunyoga aylanadi. Faqatgina o'zining muhofazasini qilishlik uchun Xudo buyurgan joyiga ishlatib qo'ysakkina bas. Bu boy odam nima qildilar? Hiyla qilaman deb qimmatbaho markabni olib kelib qo'ydi. Ertalab tursa, mashinani boshdan oxirigacha chiziq paydo bo'lib qoldi. Kim chizdi? Ha, o'g'lingiz olib kelgan shu qo'lgan chizgan qo'llarini miq bilan urib nima qildi? Jazoladi. Qimmatbaho mashinani shunaqa qilasanmi? Onasi bog'lab qo'ydi. Bir qancha kun o'tdi. Qarasa qo'l ishi yotibdi. Miq bilan urilgan. Bolnisaga olib bordi. Ha, bolangizni qo'lni kesmasak bo'lmaydi bu qo'li.
Kesildi qo'l. Kesilgandan keyin tepaga qarab chiqib ketdi, tanaga tarqab oldi uni zahri. Bola o'ldi. Ana buni misollarni qanchasi kerak? Mol dunyoni saqlab qo'yaman deb. Alloh taologa hech qachon hiyla ishlata olmaymiz. Buyurdimi, bajaraylik, tamom, gap tamom. Londasini qilib aytayapmiz mana yerda. Zakotning sharti ikkita. Birinchisi nima? Beradigan odamga joyini topib mulk qilib berasiz. Kimdadir sizda qarzi bor. Qarzini to'lolmay yuribdi. Siz boysiz. O'sha sizdan qarz bor odamga borib turib zakotingizni bering. O'sha sizning mulkingiz bo'ldi deb uni mulkiga aylanadi u. Qarzdorlar qancha? Endi shariatni andozasiga tushadigan darajadagi qarzdorlar bo'lish kerak-da. Ya'ni qarzdorlarning ham turi ko'payib ketdi-da hozir. Ulamolar bunda ham nima qilishyapti? Ulamolarimiz, fiqh ulamolarimiz qanday qarzdorga beriladi degan muhokamani qilishyapti. Shariatni andozasiga tushadigan darajadagi qarz bilan o'zi qarz oldi-yu, bir sutxo'rdan qarz oldi. Sutxo'rini to'layman deb turib nima qiladi endi u? Qarzdorman deydi-da. U sutxo'rga o'zi sherik u. Siz unga qarz deb bersangiz, o'shanga olib borib beradimi? Yoki firib ishlatuvchilarga qarz olganlari bor. Firib yo'li bilan kimdir pulni o'zlashtiraman deganlar bor. Folbinlar ham ko'payib ketib qoldi-da. Kimdir folbinga boradi, kimdir ichkilik ichadi. Ko'rasiz uni qilayotgan ishini, bilasiz. Kimdir qumor o'ynaydi, qarz bo'lib qolgan qumor o'ynab, unga bermang uni zakotni. Qilgan gunohiga siz ham sherik bo'lib qolmang. Zoniga ham bermang, uni qilayotgan ishini ko'rasiz. Fohishalarning orqasidan qo'yib yurishligini. Bergan pulingiz bilan shunaqangi joyga ishlatib qo'yadigan bo'lsa, siz ko'rib turibsiz, bilib turibsiz qayerga ishlatishligini. Kimga berishlikni ham o'rni bor. Sadaqani ham, sadaqai fitrni ham kimlarga beriladi desa, moli nisobga yetmagan kishilarga beriladi. Moli nisobga yetmagan kishilar kim? Ularga boring, fidya bering. Fidya masalasi bor. Sadaqai fitr masalasi bor. Sadaqai fitr barchamizdan voyaga yetmagan farzandimizdan ham beriladi. Agar biz dunyoda o'tib ketib qolsak, voyaga yetmagan farzandimizga mol dunyomiz qolgan bo'lsa, voyaga yetgunga qadar u zakot bermasa agar, siz hayotsizmi, tug'ilgan chaqaloqqa, hatto hayit namozdan oldinmi, domla, hayit namozdan oldin tug'ilsa ham beradi uni sadaqai fitrda. Demak, ana ko'ryapsizmi, sadaqai fitr hayit namozigacha deyilganda, Ramazon kirishligi bilan hayit namozi o'qiguncha beriladi. Sadaqai fitrning miqdori qancha bugungi kunda? Bug'doydan bering, xohlasangiz. Xohlasangiz bug'doydan 10 ming so'm berasiz jon boshiga. 4 kishi bo'lsangiz 40 ming so'm berasiz. Endi 4 kilo arpadan beradigan bo'lsangiz 16 ming so'm berasiz. Bir jonga. 2 kilogram mayiz beradigan bo'lsangiz 110 ming so'm. 4 kilogram xurmo beradigan bo'lsangiz 180 ming so'm qilib berasiz. Endi fidya masalasi. Sadaqai fitr masalasini aytdik. Fidya masalasi kim fidya beradi desa, ikki toifa shaxslarga beriladi. Birinchi toifa shaxslar qarlik sababli umuman roza tuta olmaydi, mulkillab qolgan. Roza tutishga yaramaydi, kundan kun endi yoshligi qaytmaydi, bu yoqqa qarab ketyapti endi. Atalarni zo'rg'a ichib turibdi, non tishlolmaydi-da. Endi bular nima qiladi? Fidya beradi. Birinchisi. Ikkinchi toifa inson kim desa, surunkali kasal bo'lib qolgan. Tuzalishidan umid yo'q. Bo'ldi endi bu kasal bilan ketadi deydi. O'sha tabib mana hozir aniq ochiqdan ochiq qo'yishdi. Bu kasallarni nima?
bo'ldi, davosi yo'q deb qo'yishdi. Alloh kasalni ber, davosini ham beradi inshaalloh. E'tiqodimiz shu. Lekin bu yerda surunkali kasal deyildimi? Demak, ana shu ikkala toifa inson roza tutmasdan endi fidya beradi. Fidyani miqdorini qanaqangi qilib belgilanadi desa, sadaqai fitrdan 4 ta narsadan berilardi, bug'doydan berilardi, arpadan berilardi, mayizdan berilardi, xurmodan berilardi. Xo'p, 4 kilo xurmoning narxi 180 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, ana endi Muhammad Tayyib Qori qancha hisobladik? 5 million 400 ming so'm qilib hisobladik mana. Chiqarib qo'yildi. Agar 30 kun bo'lsa, agar 29 kun bo'ladigan bo'lsa, bundan yana nima qilasiz? 180 ming so'mini olib tashlaysiz. 2 kilogram endi ko'ring, mayizning bahosi 110 ming so'mligini hisoblab ko'rsak, 3 million 300 ming so'm bo'lar ekan. Fidyaning miqdori ham. Arpadan hisoblaydigan bo'lsangiz 480 ming berasiz. Agar bug'doydan hisoblasangiz 300 ming so'm berasiz. Fidya uchun. Ikkita shaxs bo'lsangiz, biriz qari, ikkinchisi yosh bo'lsa ham, bemor bo'lsa, bundan o'zingiz tanlab olasiz. Xohlang xurmodan bering, 5 million 400 ming, bu taqvongizga qarab. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlarida eng qimmatbaho bu ashyo qaysi bo'lgan? Yegulik mahsuloti bug'doy bo'lgan. Ana shu bug'doy bo'lganligi uchun bug'doydan bergan ekanlar. Hozir eng arzoni nima? Bug'doy bo'lib qolyapti. Molga beryapmiz. Bu yeydigan non bu, molga bermaylik. Bug'doy bilan qo'ysak, odam yeydi buni, qo'y yemasin buni. Keling, endi qolganini kepak miqdorda qilib, unini olib, xo'p tozaroq, qorayib ketyaptimi? Demak, uni foizini qilib, unini olib bersangiz, unda boshqa gap. Demak, mana shu narsalardan taqvongizga qarab sadaqai fitrni va fidyani berar ekansiz. Endi zakotning bu yilgi nisobini miqdori eslatib o'tamiz. 61 million 200 ming so'm etib O'zbekiston musulmonlari Fatvo markazining 2025-yilgi zakot nisobi, sirq sadaqa va fidya miqdorlari bo'yicha qarori qabul qilindi. Unga ko'ra Ramazon oyi uchun zakot nisobini 85 gram tilloning qiymatidan kelib chiqib 61 million 200 ming so'm deb belgilandi. Ha, bir yilda shuncha oshib ketadimi domlar? Ya, tilla oshgandan keyin oshadi. Tilla oshyapti 85 gram. Demak, oshiriladi. Ramazon oyining ichidagi belgilab qo'yildi. Ramazon oyi uchun 2025-yil. Shuncha puli bor odamning zakot berishligi bir yildan oldin saqlanib turgan bo'lsa, nima qiladi? 40 dan birini ajratadi, 2,5%ni. Bu qanchani tashkil qiladi? 1 million 530 ming so'mni tashkil qilar ekan. Endi buni kimlarga berishimiz kerak? Eng nozik joylari qilyapti. Aytib o'tmasak bo'lmaydigan. Beradigan odamlar faqir bo'lsin, val fuqaro bo'lsin, val masokin bo'lsin. Faqir bilan miskinni farqiga borib olaylik. Faqir deb moli nisobga yetmagan odam faqir hisoblanadi. Miskin deb bir kunlik yeguvligi bor, o'sha yeguvligi bor, ertangisi yo'q odamni miskin deydi. Ana topsangiz shularga bering. Faqirlar endi qaraysiz-da endi. Yetimga bering, tolibi ilmga bering, mana kontrakt pulini to'lashmayotganlarga. Musofir bo'lsa ularga bering. Ha, endi ilm o'qiydi, moli nisobga yetmagan faqir ulamo, bularga bering, bularga. Din ulamolariga. Aka ukaga bering. Aka ukaga berib bo'lmaydi. Nimaga berib bo'ladi? Keliningizga ham berasiz, kuyovga ham berasiz. Sadaqa fitringizni ham, zakotingizni ham, fidyangizni ham bularga beraverasiz. Akangiz qiynalgan, nochor bo'lib turibdi. Faqatgina o'zini otasi va bobosi tepaga qarab ketaveradi. Nasnasa pastga qarab turib, o'zini farzandi, o'g'ilga, qiziga, nabiralariga, bularga nima qiladi? Bermaydi. Qolganlarga
mana shu ko'rsatganlarimizga o'zinikidan boshlasin, qavmi qarindoshdan boshlasin. Bularga berasiz. Endi bermaydiganlar ota-onaga bermaysiz. Boya aytganimiz. Bolasi, qiz, o'g'il pastga qarab kelasiz. Endi Hoshimiylar deydi. Hoshimiylarga bermaysiz. Boya aytib o'tib ketdik, kimlarnikilar. Fosiq odam bormi, unga bermang. Yo'l qurilishiga bersa bo'ladimi desa, yo'q, bermaysiz. Masjid qurilishigacha bermaysiz. Mahallada qozon tovoq shunaqa stol stullar olamiz desa, unga ham ishlatib bo'lmaydi. Ko'prik quraman desa ham. Ana hurmatli azizlarimiz, vaqtimiz bo'lganligi uchun shu o'rinda ma'ruzamizni nihoyatga yetkazdiramiz. Alohida bir topshiriqlarimiz bor. Quloq solib turaylik, aziz jamoatlarimiz. Hududlarimizda norasmiy masjidlarimiz mavjud, lekin ularga ruxsat berilgani yo'q. Rasmiy masjidimiz mana shu bo'lganligi uchun norasmiy masjidlarda noqonuniy tarzda bu nimalarda o'qilmaydi, taroveh namozlarida o'qilmaydi. Ikkinchisi, hujra qayerda bo'ladigan bo'lsa, hushyor turishimiz kerak. Ommatan qilib ochiqchasiga aytib qo'ya qolyapmiz. Nikoh, janoza masalalarini noib domlalarimiz, rasmiy imom, rasmiy noib domlalardan boshqalar o'qilmaydi deyilyapti. Hokim buvomiz alohida topshiriqlari ko'cha-ko'ylarda tozalik ishlarini olib boraylik. Mana chiqindilarni ochiqchasiga to'kib ketayotganlar bo'lyapti deb alohida bizdan iltimos qilishdi. Barcha imomlarimizdan G'anjon akamiz umrlari uzun bo'lsin. Hokim buvomizni ham ihson qilgan birodarlarimiz Ibrohimjon o'g'li Elmurodjon akamiz, Alloh rahmat qilsin. Dadai mehribonlarni masjidimizga suv chiqarib berdilar. Umrlari uzoq bo'lsin. O'tganlarni Alloh rahmatiga olib, kasb kamonatlariga Alloh o'zi barakot berib, hojonamizni Allohim umrlarini uzun qilsin. Xitoy Chek qishlog'idan bir akamiz, birodarimiz muhtojlar uchun $100 beribdilar, $100 ihson qilibdilar. Yana bu yoqda Domla Qorovultepa qishlog'idan bir birodarimiz Hindistonga davolashga ketyapti. Haqqiga duo qilib qo'yinglar, sog' bo'lib, salomat bo'lib kelsinlar. Ilohim, dardlarga, barcha bemorlarga ham Allohim o'zi shifo ato etsin. Muhtaral domlamiz, bir qancha birodarlarimiz qorlar uchun ihson qilyaptilar. Matquloboddan bir hoji akamiz farzandlariga shifo talablar, 50 ming ihson qildilar. Alloh shifo bersin. Chek Mirzoatdan bir birodarimiz farzandlarini haqqiga nabira talab ekanlar. Alloh nabirani Alloh ato etsin. Bir do'konchi akamiz farzandlarini, oilalarini tinch totuv yashashligini so'rab duo qilibdilar. 200 ming so'm, Alloh qabul eylesin ihsonlarini. Bir birodarimiz muhtojlar uchun 100 ming so'm, Tezob Chekdan bir hoji akamiz 150 ming so'm ihson qildilar. Alloh qabul qilsin. Paxta qishloqdan bir akamiz ayollarini Qur'on xatm qilishibdi. Allohim bu qoriya onamizni umrlarini uzun qilsin. Bir akamizni Qur'on hadiya qilishibdi. Alloh qabul qilsin. Matquloboddan bir hoji akamiz farzandlari Rossiyaga ekkanlar haqqlariga duo so'rabdilar. Alloh o safarlarni bexatar qilsin. Bir do'konchi akamiz doimgidek 100 ming so'm ihson qildilar. Savdolarga Alloh barakot bersin. Masjid energiyasi uchun bir qancha birodarlarimiz ihson qildilar. 500 ming, 300 ming, 100 ming, 200 ming ihson qildilar. Alloh rozi bo'lsin barchalardan. Matquloboddan bir birodarimiz onalari vafot etgan ekanlar. Farzandlaridan haqqlariga, o'tganlarning haqqlariga, bemor odamlarning haqqiga duo so'rabdilar. 200 ming so'm ihson qildilar. Va oxiru davon alhamdulillahi robbil alamin. Duoni oxirida qilamiz, azonda aytib o'tsinlar. Jannatga bir qadam